Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hürmetli görürmenler. Qalbdan qalbga namlıq programımızın 9-cı saniyini görüşünlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Aziz qarindaşlar, hər günü ibtidadan burun yüz görüşüp duruyatqan bu programımızda Allah'ın rahmeti bilen xilma-xil temalarda toxtuluvatımız. Bu mübarek küllərin birinci bölümü 10-cu gününü axırlaşdırış aldı turupdimiz. Mənə 5-5-dügüke sudek ötüp gidiyordu vakitla. Bu uluğ ayda kılgan barlıq əməllərimizni Allah'ın manımı şu her günü ögünü vatqan, mənisiga çonqur, içkirlep kirib vatqan bu məlumatla, bu bilimler bilen müşününğa əməl qılgan şekilde Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmetige teximu yıqılışıp, rahmetige erişip bu Ramazan'ı ötküzüşümüzni Allah'tan tüvencik bilen sorayımız. Bugünkü temamiz tünügümüz ilanımızda bəgəndək Müslümanın meydanı haqqında paranlaşdığanlığımızı elan bəgəndik. Bugünkü programımızın aziz mihməni Şərq Türkistan Ölümalar Birliği əzası Ustaz Qasımcan Damullam təklif qıldıq. Qimmatli vaxtını çıxırıb qadam təşrif qılğanlıq üçün köpdən-köp rəhmət etdiniz. Allah razı olsun. Vakit acıtıp bizi bu fırsatını yaratıp belirledim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizden mesuliyet, mecburiyetimiz okuyan ilimlerimizin azırak olsun bir yetkisi varsa bizge çoğun şeref aşı. Rahmet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadirli görürmenlerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq tarixliyatıdır. Ekranlarda çıxıb duruyatqan nömrimiz şundaqla ictimai fikir vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arqılıq programımızga alaqadar har qandaq fikir təklif bolsa, berişinlərdə, suallarınlar bolsa, soruşanlarni ümid qılımız. Şundaqla köplеген qarindaşlarımızın faydalanışı üçün hem bəharlab qoyuşunu, hem unutmaysızlar. Şəksiz ki, yaxşılıqni tarqatquchi, yaxşılıqqa dəvət qılğuchi, şunu qılğan kişiga oxşaş buludu degan Rasulimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisini, bu yol yoruqini asla unutmasligimiz kerak. Bir vasıta programımızı başlap kelsek ustaz. Aldı bilen Müslümanın meydanı degan vaqtimiz elbette her birimizin zihniga şu haman yani her bir işimizde İslam'ın içinde ekanmiz, biz bir Müslüman bulup sübtimiz bilen İslam bizden bütün yürüyüş duruşumuz, barlıq söz hareketlerimizge yol yoruq talimat bəgən bir din yani. Hiçbir zaman Allah Subhanahu ve Taala'nın bu dini ma'lum bir yerga baganda xuddi başqa özgertilgan dinlarga o'xshash. Çirkevga kirganda yoki masjidga kirganda shuning bilan cheklanib qolgan emas. Bizning hayotimizdagi har bir ishga aralashadigan bir din hamdi bu. Yo'l yo'riq ko'rsatgan. Chunki bu ta'limotlarning hammasi amaliyotda bizningki xayrligimiz, bizning manfaatimiz uchun bizni yaratgan Rabbimiz tarafidan o'tirg'a qo'yilgan maslahamdi. Shuningdek biz islomda biz bu do'st dushman hukumi deganda nima ko'z tutildi? Buni bir oldin shundan kirgan bo'lsak. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve men vela amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Wa alaikum assalam. Ekran aldaki barlıq qarindaşlarının şu uluq ay, uluq küllerde qılğan barlıq taat ibadetlerini Allah subhanahu wa ta'ala qabul qılsın. Her qiyinchilik, müşkilatlarını Allah subhanahu wa ta'ala asan qılıversin. Qılğan dualarını Allah subhanahu wa ta'ala icabet qılıversin. Hemmimiz bulup Şərq Türkistan Müslümanlar bulup sübtimiz bilen barlığımız ümid qılıvatqan vatanimizning mustaqilligi, xalqimizning hurriyeti, şu vatanimizda erkin halat ibadet qilib yashashdan iboratdan bu arzu, ümid, iltijolarimizni Allah subhanahu wa ta'ala qılğan yaxshi amallerimizning hurmati bilan şu ulug' ay, ulug' kunlarning hurmati bilan Allah Taala maqsad muratlarimizga yetkazib bersin. Hem de bayam degenimizdek Müslümanınki çoğun bir meydanı oldu. Hem de tema kirişten burun azırak böyle bununla kiriş söz kılsak, biz Müslümanların dünyada körevatkan, çekivatkan eziyetlere veya ki kılavatkan yetimsizlik, yalğızlıklığı veya ki biz Şərq Türkistan Müslümanlarının mı bazı bir uçuravatkan müşkilatlarının köp sallıqını biz yeni bir taraftan şu meydansızlıktan, öz meydanını mevqavasını arayanmagan, dost düşmanını tanıyanmagan, düşman bilen qandaq muamele qılıdı, dost bilen qandaq muamele qılıdı. Allah'ın Resulü bu özünü ben Müslüman devatkan, Rabbim Allah dinim İslam Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir Müslüman cengivar İslam azası devatkan bir Müslümanı Allah ve Allah'ın Resulü nemelerge buyurup nemelerden tosudu,
kimler bilen yıkılışıp kimlerden uzak duruşku buyuruyordu. Bunu şu meselede ketkizip koyganlığımız için, meydan mevkilerimizni to'liq arayanmaganligimiz için bazı bir ahvollar bizga keldi deb kesip ayta alaymiz. Mesela qaraydigan bolsak musulmonlarning ahvoliga hattoki do'stini to'liq taniyolmay, hele qarisi birisining keyinida yurayotgan, hele qaysi birisining keyinida yurayotgan, uning azroq qarab beqbini yenayotgan, ozg'un firaqlarning keyinidan bilib bilmay ketayotgan, do'st dushmanni arayamayotgan. Ba'zilarga qarab baqsaq, do'stni dushman ko'rib yoki dushman tunib, uni dushman qilib o'ttirg'i chiqarib, uni chetga qiqiyotgan. Ba'zilarga qarasak, dushmanlarni do'st qilib, ulardan qo'ldan kelmaydigan narsani shulardan umid qilib, do'stini yiroqlatayotgan va yoki Allohga bo'lgan, Allohning yordam bo'lgan ishonchni tuvallab ketayotgan mana shunday bir ahvolda turyapmiz. Bu butun dunyo musulmonlarga ham bo'lsa, ammo bizdek dushmanni cho'qim tanimasi bo'lmaydigan. Düşman bilen dostun farkını çokum keskin ayrımız bulmaydıgan bir milletke nispeten ağır bir kriz olayotydy. Endi biz musulmon bolup süpetimiz bilen barlyk Şerqi Türkistan halkı musulmon. Her qanday meselege bizni en yaxshi bilgen, bizge nemenin yaxshi, nemenin yamanlığını en yaxshi bilgen Rabbimiz Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın Qur'an-ı Kerim'de bizi kılgan hitap ve ilticaları kulak seliş arkalık biz yolumuzu toğırlı olalayımız. Bizge en toğıra yaxşı yol şu dep qaraymiz. Hem biz kaçani ki tarihten boyan musulmanlar Allah'ın nidalarına, Allah'ın körsetmelerine kulak salgan zamanlarda çokum galbi kılgan. Kaçani ki Allah'ın Resulü'nün söz buyruklarına kulak salmazken bayam degenimizdek düz düşmanni arayanmaga vaqtlarda mag'lub bo'lib kelgan. Bunga tarix shahid. Şoň biz şunu bilip olaylyky, Allah Subhanahu wa Taala Qur'an-ı Kerimde bizge nurgullygan muşu temada yaman jiq ayetlerini bizge taqdim qılgan. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık hayatında yaşap bizge örnek olup bergen ve nurgun hikmetlik hadis-i şeriflerini kaldırgan. Yani biz vakti itibariyle vaktimiz kısa. Şu temini yortuş yıllam bir qancha ayet ve hadisine kullanımız. Hoş. Amalığa bir rüşellep çendirişke tırışımız inşallah. Allah Subhanahu wa Taala Qur'an-ı Kerim'de bizge dost düşman farkını alayda bir uqturup والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم كما قال الله. Allah Subhanahu wa Taala yuqarqı ayette Sure Tövbe'nin ayetiken bu ayette Allah deydi ki hakiki ey müminler sizler öz meydanlarında şunda arayılanlar ki sizlerge mümin erler, mümin ayallar öz ara birbirisiga haqiqiy dost. Bular birbirisining haqiqiy do'sti. Bularning vazifasi nima? Bular do'st o'z nima desa, bular öz ara birbirisini yaxshilikqa buyurishida, yomonlikdan to'sishida, bular har vaqt Allah farz qilgan ibadetlerden zakat ve Ramazanlarni, zakat ve namazdan ibaretten asasi amellerini bular icra kılıdı. Bular Allah'ın Resulü'ne itaat kılıdı. Allah bularga rahim kılıdı. Dep bu ayetki bizden bu yerde yürütmekçi olan maksatımız bizden meydanımızı şundak arayışımız gerek ki bizden hakiki dostumuz müminler. Çünkü bir yerde endi bu tema azroq şaxlab ketib qoldik. Asli bu tema el-vara vel-bara degan İslamning eng muhim negizlik aqidaviy masalasi. Allah do'st tutganni do'st. Kimni do'st tutamiz, kim dushmanimiz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisda el-hubbu lillah vel-bughzu fillah. Allah haqqida do'stlashish, Allah haqqida dushmanlashish degan hadisda bizga prinsip qoldirgan. Ham islomning eng mustahkam tutqusi qaysi deb so'ragan vaqtida Allah üçün yaxshi kurash, Allah üçün yomon kurash deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bayon qilib bergan. Ya'ni bizning bugun so'zlamoqchi bo'lgan temamiz islomiy aqidaviy masalalarning eng muhim bo'lgan do'st dushmanni ayirish. Kim do'st, kim dushman? Allah Taala bu vaqtda bizga sening dushmaning kim, do'sting kim deb bildirgan vaqtida mu'min mu'minning do'sti. Allah Qur'an-ı Kerim'de innemel mu'minune ihvan. Müminler öz ara qerindaş, dost deb Allah Taala buyurgan.
Ve başka ayetlerinin özü de Peygamber Aleyhisselam'ını mı hitaplayıp nima olsa, ular müminler bir-birisiyle nahayeti bir-birisiga mehriban, yumshoq qo'l, bir-birisiga hamkorlashadi, bir-birisini qo'llaydi deb bayon qilgan. Yana Peygamber Aleyhisselam'ninki hadislariga qaraydigan bo'lsakmi, hattoki bay'at masalasida Peygamber Aleyhisselam o'zining sahobalarining bay'at olgan vaqtida qanday qilgan desa, bay'at ilishi Allohga ibodat qilish, namoz o'qish, zakat verish, musulmonlar o'zaro bir-birisiga nasihat qilib turish, mushriklar bilan bo'lgan farqni ayirish. Mushahid Peygamber Aleyhisselam bay'at qilgan. Yani Peygamber Aleyhisselam'a musulmonlarni nima deb bay'at qilgan desan, agar sen musulmon bo'la olsang, sen mening ummatim qatoriga kira olsang, sen Allohga ibodat qilish sherik keltirmaysan. Ve şundaqla İslam'ın en asaslık prensipi bo'lgan namozni o'qiysa, zakat bersa, musulmon bo'lsang, qarindishing musulmonga har vaqt nasihatni aymaysan. O'zaro nasihatlashib, bir-biringlarning ketkizib qo'ygan yerini tuzitib, xatolashib qolgan yerlarni o'ngshab, bir-biringlar haqni tavsiya qilsa. Ammo Allohning dushmani bo'lgan, Allohga qarshi chiqqan va yoki Allohning buyruqlaridan bosh tortgan mushriklar bilan farqini cho'qim ayirsa deb shuningga bay'atlar qilgan. Hattoki o'zining millati bo'lsin. O'zining millati bo'lib qolsin. Bu yerda biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan millat ayrimasini chiqarib qolamiz. Xo'sh. Chunki masalan bunaqa misol elib o'tsak, yana bir oyatni bu yerda so'zlab o'tamiz. Bu oyatda hatto ba'zida sal oshirib o'tgan. Bu oyatda o'zining millati, hattoki Alloh shu tavalla tabarra masalasida Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de deydi ki, sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen özünü men Allah'a ahiret günüge işinime dep durup, Allah'a karşı çıkan, Allah'ın Resulü'ne karşı çıkan kişilerle dost kalıqını kömeyse deydi. Eğer bir Müslüman bula olsa, Allah'a iman etken, ahirete iman etken bir Müslüman bula olsa, onun meydanı çokum, Allah'ını dost tutan müminlerini yaxşı görüdü, Allah'ın karşı çıkan, Allah'ın Resulü karşı çıkan. Hatta Allah'ın Resulü hazır oturup meydana çıkıp Allah'ın Resulü'nü meskır kılgan, Allah'ın Resulü'nü tane kılgan, zanlık kılgan, bunun muşundaq kişilerini dost kalıqını kömeyse deydi. Gerçi en mühim yeri nima desa, "Velav kanu aba'ahum." Ularning dadasi o'zimi. O kişiler mesxir qilgan, mesxir qilgan, Allohning diniga qarshi chiqqan, dinni mesxir qilgan, Allah'ın Resulü qarshi chiqqan. Buning albatta birinchi bo'lib musulmonlarga zulm qilgan, zalim kafirlar bu tariqa ular kirib ketdi. Ammo Allohga qarshi chiqqan, masalan millat masalasini dedik, bu oyat Badr urushi cho'gan deydi olimlar. İbn Kesir rahimahullah bu oyatni tafsirlatib deydi olsa, dadasi bo'lsinmi degan oyat Abu Ubaydaga tushgan deydi. Abu Ubayda shu jangda o'zining dadasini o'ldirib o'tgan deydi. Dadisi bir millatda, Arab millatida kafirdi. Kafir bo'lish bilan o'zida nimada saqlanib qolmay, payg'ambar Alloh va Allohning rasuliga qarshi chiqib, musulmonlarga zulm qilma degan, payg'ambar sallallohu mesxir qilib sarang degan, hammamizga ma'lum masala. Sohir degan, nurg'un ayiblar bilan ayib degan. Dadasi o'zini qanday qildi deydi? Do'st tutmaydi. Onun kendini çoğu dese, gerçi ulanınki balları olsun mu deydi. Bunu kim güçken dese, Ebu Bekir Sıddık razıyallahu anh. Ebu Bekir Sıddık razıyallahu anh oğlu Abdurrahman Deslep'te iman etiş keçikken, Sıddık hatta özünün oğlunu öldürüşke uğrunduğun deydi. Öldürmegen, iman etmeğalık için öldürüşke uğrunduğun deydi. Ebu Bekir Sıddık'ın meydanı. Bu candaki mesele o. Candaki mesele. Buların canda değişimizin sebebi Müslümanlara zulüm kılış için geldi. Buların meydanı nimette Allah'ın Resulü'ne karşı çıkıştı. Meskhir kılıştı. Yani biz bir yerde ayrıyız ayıqıda Müslümanların kapırlarının her kandak kapırını kösekler diyen gibi yok. Bir yerdeki meydan meselesi de mala Allah'ın Resulü karşı çıkıvadı da. Eğer roburo kep kalsam, can meydanı kelsem, o aldığımda mesela sen madem hakikatini yenida Resulullah bilan birga bir yerde urush qilyapsan.
Bu yerda aldığını kim uçursa? Xo'sh, endi men hozir buni oyatning asli maqsadi bu yerdagi do'st tutish, dushman tutishga xitob qilingan oyat. Do'st tutmaydi. Endi bu yerdagini biz Ibn Kasirning tafsiri bilan shu buning iliqi namoyandasi, bu oyatning namoyandasi yuz bergan mavzu yuz bergan. Ya'ni hatto o do'stlik nerati u yoqda emas, hatto jangga kelgan vaqtida ro'bro kelganda o'ltirgan ham o'ltirishga qanday qilingan? Uringan. Ahvollar bo'lgan deb bu yerda mo'minning maydoni, ya'ni bunda deganligi sening dadan kafir bo'lsa bir o'ltirib etgan emas. Chunki payg'ambar alayhisolamningki hadisida payg'ambar alayhisolamning qishiga Asma roziyallohu anha kelib, "Mening onam kafir holatda, mening qishimga keldi, yaxshilik qilaman" demasa, yaxshilik qil degan payg'ambar alayhisolam. Chunki, nimada bu bor? Masalan, oyatdan bor Qur'oni Karimda, agar ular Allohga shirik keltirishga seni buyursa, shu masalani sizlar aniq bilmang bo'lmasa, ularga itoat qilma. Ammo ularga yaxshilik qanday qilgan? Yaxshilik qilgan hamroh bo'lgan degan oyat Qur'oni Karimda ata-onalar masalasi Qur'oni Karimda bor. Endi bu yerda kafir bo'lib uni o'ltirib etganlik emas. Bu yerda oyat nima bo'lsa do'st tutma. Xo'sh. İmani jihatdan uni qanday qilma? Do'st tutma. Tanlash to'g'ri kelib qolsa mening dadam tiyo emas, sana Alloh iymoniy bog'lab qo'ygan iymoniy qarindoshining anini qanday qilsa avla ko'rsatadi. Oyatning oyig'idagi Ibn Kasirning tafsiri masalan, qarindoshlari deganda Umar roziyallohu anhu o'zining qarindoshlarini shu vaqtida shu jangda o'ltirgan. Ondan boshqa urug' tuqqanlar desak Umar roziyallohu anhu, Ali roziyallohu anhu, Hamza hammasi o'zining urug' tuqqanlari bilan jangga ro'baro kelgan. Chunki ular mening tuqqunimda qo'limdan tatay emas. Maydonga tushgan vaqtida uningdan yanmagan. Musulmonning maydoni mo'minning maydoni shunday bo'lishi kerak deydi. Chunki payg'ambar alayhisalom bizni nimaga buyurgan? Allah ve Allah'ın Resulünü barlıq hamma narsalardan yaxshi ko'rmagichdan bo'lolmaysiz, mo'min bo'lolmaysiz. Unda bo'ladigan siz eng yaxshi ko'radigan Allah ve Allah'ın Resulüga kim hujum qiladi ekan? Kim masxir qiladi ekan? Kim ularningki yo'l yo'riqlarini yoki ko'rsatmalariga qarshi chiqib ularni yer bilan yakson qilmaydi deb o'rnadi ekan, Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ladi ekan, sen uning o'zingning maydonini o'tirib qo'yishing kerak deganlikni o'tiradi. Xo'sh, xo'sh. Ama müminge nispeten çoğu dese yok. Müminge nispeten o ayrı mesele. Biz bir yerde hazır düşman meselesini Bekir'e yürütüvatımız. Bizden düşman meselesimiz en aşına okşaş. Hatta ki mesela bizge Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselam'ını ataydı ülge kılıp silahı İbrahim aleyhisselam'da en yakşı ülge var deydi. İbrahim aleyhisselam en şu özünün peygamberlikini yani özünün Müslümanlıkını ilan kılgan vaxtında ne deydi dese men silahın adacıda. Men hatta mesela dadası mı kapırdı, özünün kavim qarindoshları mı kapırdı İbrahim aleyhisselam'ınki. Aşnında ayette bana لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ. İbrahim aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam'dan boğan müminler sizlerge en yakşı ülgü var ki ola özünün kavimleri şunda dedi ki sizlerin Allah'ın başka ibadet kılıp kapır buluşanlardan ibaretten muşi işinlardan biz nima adacıda. Biz meydanımız inik. Xo'sh. Eğer sizler bizni şununla mecburlaydı kendisiler, oturumuzda bizden adavet peyda oldu hem de. Biz bu yerge kelmeymiz. Dep İbrahim Aleyhisselam özünün meydanını ilan kılgan. Şuna sen kimnin milleti de dep sorası biz Müslümanın deyimiz. İbrahim Aleyhisselam'ın milleti de deyimiz. İbrahim Aleyhisselam'ın milleti nimette dost düşman uçuk ayrılan idi. Meyli dadısı olsun mu? Meyli kavim qarindoshları olsun mu? Müminlerini dostkan idi, kapırlarını bir tarafga ayırgan idi. Xo'sh. Biz qanday qilishimiz kerak hozirgi vaqtida desak, biz har vaqt musulmondan yaxshi umid kutamiz. Kafirdan bizga har vaqt yaxshilik kelmaydi. Tarixdan tatib kelmagan. Ammo, xo'sh, endi biz bu yerda ikkinchi o'rnimiz shalik savol kiraydi. Yuqoridagi mazmunlarni albatta shu butun azroq so'zlar deb o'tib ketlamasam, hamma kafirlarga o'xshash muomala qilamiz deganlik emas bu deb. Endi albatta bizdek ishg'ol ostidagi zulmga uchragan bir millatniki yillardan buyon tatib o'tamiz. Xitoydan iborat butun kecha kunduz 24 soat bizga zulm qilishdan sirt islomni yo'qotish uchun jang qilayotgan bir kommunist, hatto butun dinlarni yo'qotman deyotgan bir dinsiz kommunist kafirlar va islomga kecha kunduz hujum qilgan va normal Qur'oni Karimda nurg'un oyatlarda masalan islomga hujum qilmagan, musulmonlarga zulm qilmagan, uni zaminlardan chiqarib o'tish uchun harakat qilmagan bu kafirlarga adolat bilan muomala qilishni Allohning cheklamaydiganligi haqida
Muşu türlerini kısa bir şekilde. Ben şunlara kireydigen çünkü bu mühim bulup kaldı. Biz bayam kapırlarını umum halatı kıldık. Anda bu yerde biz kapırlar asas cihetten ikkiге bölüp tursak. Biri bizge hücum kılgan, zulüm kılgan. Yani biri zulüm kılmagan, özünün iş bilen meşgul bolavatkan. Ve ya ki biz ularning ichida yashayotgan yoki ular bizning aramizda yashayotgan bo'lsin, ya'ni bir-birimizga uch dushmanlikni e'lon qilmagan holatda yashayotgan. Masalan, Rasulullohning davridagi Madinada yuz bergan ahvollar, Umar roziyallohu anhuning xaliflik davrida nurg'un yurtlar ichib etildi. Masalan, nima deymiz, Dimashq, Sham zimlarida emas, zimlarda kafirlar bilan birga hatto ularning ibodatligiga qarshi chiqqan ahvollar bu hammamizga ma'lum masala. Shunda bo'lsa-mu, endi bu yerda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Mumtahina surasiga deydi ki Allah Teala sizlarga urush açmagan, sizlarni yurtinglardan chiqarib etmagan kishilarga yaxshilik qilishinglarni Allah Teala to'smaydi. Ularga odillik bilan muomala qilinglar, Alloh odillik qiluvchilarni qanday qiladi? Yaxshi ko'radi deb oyatda bizga mayali bir prinsipni aytadi. Xo'sh. Bularning sharti nima ekan? Bizga urush açmagan. Yani biz urush açib bizga zulm qilmagan. Yana birisi nima ekan desa, bizni yurtimizdan qo'g'lab chiqarmagan. Ammo mesela bizim iniq düşmanımız bunu elə şəriləş acitsiz Xitay zalimləri. Həmmə nəsə tepiladi buladı. Xoş. Mesela bular bizni yurtdan qoğlab çıxadı. Bizə uruş açdı. Allah'ın Rasuluğa qarşı çıxdı. Məzlumlara zulm qıldı. Zaten bütün cinayet şu şart yüzüde 200% desek mi? Toşap buladı. Bizden haqiqiy düşmanımız nemiş qilsak şeriatda hatto ki nurg'un narsa joizlik holatiga o'tib ketadigan holatdagi bir düşmanımız ham bu. Bunun nisbatan biz bütün Uyg'ur millati uni o'zining düşmanı deb qaramasa mümin hisoblanmaydi. Xo'sh. Chunki yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda agar Allohning düşmanı bo'lgan, Allohga qarshi chiqqan kishilarni Müslüman deyiladi. Düşman ko'magan insonlar haqida Alloh taolo bir oyatda shunday bayon qilgan. Şu oyatni qisqacha bir so'zlab o'tib ketaylik. Bu oyat ulab qolsa Ali Imronning 28-oyati ekan. Alloh taolo deydi-ki, mu'minlar kofirlarni mu'minni qo'yib qanday qilmaydi? Yaxshi ko'rmaydi. Agar ular ashunda qilib qolsa, Alloh taolodan hech qanday bir savob qanday qilolmaydi, erishmaydi degan. Endi bu haqda nurg'un oyatlar bor. Bular zolim kofirlarga nisbatan ujuq maydonni e'lon qilganligini, hatto payg'ambar alayhisolamning vag'luz alayhim ularga qattiq muomala qilgan kofirlarga. Bular qaysi desa, payg'ambar alayhisolamga Badr va Uhud urushlarida qarshi chiqqan, hattoki şu Uhud urushlarida maslashib Xandaq urushlarida qarshi chiqqan yahudiylar, munofiqlar hammasi umum kirib ketadi. Mana muşlarning hammasiga sanayat keskin meydan bilan to'g'on deb bayon qilgan. Endi biz ma kofirlarni do'st degan odamni shariatda qancha uni siliqlasaqmi, uni biz musulmon deb bizning qiynalishimiz deb demaymiz. Bu cho'qim biz zulm qilayotgan kofirni, zolimni o'zimning do'sti yaqin etdi, menga uningdan manfaat keldi, uningdan yaxshilik ketib, hozirgi shuningdan umid kutayotgan, yaxshilik kutayotgan musulmonlar o'zi musulmon desa o'zini bir tekshirib bakmak lazım. Bu bek bir çoğun tema, her bir adamga ham aydın bir mesele. Ama onundan başka yukarıki ayet boyunca hem de bizge, mesela hazır biz bulap mı biz bek bu işlerge çıkıyor, yolukimiz, muhaciret yaşavatımız, nurgun kayrindaşlarımız Avrupa ve başka küfür yerlerde yaşavatıdı. Yani bizden bu yerdeki maksatımız neyim o dese, bula olan bu insanilik, insani muamillikni yaxshi ilip bakmamız lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize nimige buyurgan dese, bil hikme ve mev'izetul hasene. Yani her vakit biz İslam'ını yaşaş, İslam'ını teşvik kılış vaktida nihayet hikmet bilen ve çıraylık güzel nasihatler bilen ilip verişqa Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Hatta ki ehli kitaplarga muamele kılıştı mı qanday dese güzel muamele kılışını Allah Teala buyurgan. Ehli kitap degan şu vakitte İslam'ın düşmanlık kılıvatqanlar idi. Onun için Yahudiler mi batı, kafirler mi batı? Ama ular qaysi kafirlar desa, zulm qilmagan, Madinada birga yashayotgan Yahudilar edi. Endi buning o'rnaklarini aytdi Payg'ambar alayhisolamning tarixlarida. Agar uni dushman o'tira olsa, masalan Payg'ambar alayhisolam Yahudi bola og'rib qolsa ziyorat qilib borgan beshiga. Payg'ambar alayhisolam xizmat qildi. Payg'ambar alayhisolamning ishlariga ani qilib, mani qilib desa qildi. Payg'ambar alayhisolamning so'z sidq masalasi, Payg'ambar alayhisolam vafot topganda Sauti Yahudining qo'lida ko'radi edi. Ashundan bir narsa olgan edi.
Mesela ondan başka Peygamber Aleyhisselam'a başka kafirlerden hediye gitti. Mukavkis Peygamber Aleyhisselam'a hediye ile bağlanıydı. Yani bir vakalık amanettarlıqdan kafirlarmı bir narsalarni Rasulullah'a amanet qo'yadi. Umar radhiyallohu anhu uchun nəhayət qattiq qo'pilib hammamiz nəhayət bilimiz o'zining mushrik bo'lgan bir tuqquniga bizning bir to'nini hadiya qilgan edi. Payg'ambar alayhisalom kiyib taz yoqtirmay berib etgan. Berib etgandan keyin hammamizga ma'lum Umar radhiyallohu anhu men sizli yomon ko'rgan narsa men nima kiymaydigan uni setib ishlatsang bo'ldi yoki shu ipak joizlarga bersang bo'ldi deganda bir mushrik qarindishiga berib etgan. Aslida maqsad shu islomningki shundoq ahli kitob bo'lsin, yahudiy nasoralar bo'lsin va yoki boshqa shu bilganki muhojirat yashayotimiz xilma-xil davlatlar. Bularga shundoq isil muomala qilish, go'zal axloqi bilan o'zining islomidan bir qadam keyniga chekinmasdan o'zining maydonida, mavqesida mustahkam turish bilan bu muomalani qilish buning natijasida asli tarixdan buyon musulmonlarning shu axloqidan, go'zal muomalasidan ta'sirlanib islomga kirgan nurg'un. İslamning maqsadi bu yani asli. Chunki islomda zo'rlab birisiga qilich tanlab kirgil olmaydi, islomga kirgizish degan narsa yo'q qani. Bu narsa shularning islomga moyilligini, ularning qalbini islomga moyil qilish maqsad qilinganda bu yerda. Shu musulmon bu narsani unutmaslik kerak. Endi mushada bir savol chiqadi. Bularga adolatli muomala qilishni Alloh to'smaydi dedi yuqorida so'ragan oyatda. Allah adaletli ish qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Bu deganlik bugungi kunda masalan davrda yashayotgan bir musulmon ularni yaxshi muomala qilishi, chiroyli aralashib nima qilishi, bularning kamda bir musulmon ashlarning urf odatini, qiliqlarini, yurish-turishlarini buni yaxshi ko'rib o'zida o'zlashtirsa bo'ldi deganlikni chiqaramdi. Yo'q, bunday emas. Endi biz bu yerda temaga vaqt e'tiboridan sal qoldi. Inshaalloh endi ishg'ishga olamiz. Endi bu yerda biz musulmonning maydoni kofirning kofir bilsin deganlik emas. Herkes uni bilan aralashma, unga da'vat qilma deganlik emas. Payg'ambar alayhisolamning bilimiz axloqidan ta'sirlangan, ta'zim musulmon bo'lganlar jang bilan musulmon bo'lganlardan ko'proq. Hattoki tarixiy manbalarda masalan hozir Malayziya, Indoneziya mushtaraflar musulmonlar ko'p nihoyatda axloq. Mushlar qanday musulmon bo'lib qolgan desa tarixiy kitoblarda shunday bayon qilinadi. Ya'ni ularga shu arab diyorlaridan tijoratchilar, savdo tijoratchilar, da'vatchilar berib, nihoyat adil holat tijorat qilib qilgandan keyin shulardan ta'sirlanib, shulardan o'rganib ashlardan axloq bilan musulmon bo'lib ketgan deydi. Shunga musulmonlarning ichida axloqiy jihatdan biz qanday yaxshiroq Indoneziya, Malayziya tarafninkini axloqiy jihatdan yaxshiroq ko'ramiz. Yani biz Mısırlar aralashib baxtiq bilan axloqliq salam saat masalan axloqiy jihatdan yaxshi hamda. Ularga yuvashliq ularning axloqining yaxshi bo'lganligini bilmaydi. Musulmon degan har vaqt yuvash emas, bir o'zaradagi muomala boshqalarga bo'lgan tutgan muomalasini bir axloqiy tarafidan nihoyat yaxshi ko'rindi nisbatan. Endi hozir bo'libmi shu Yevropa, shu muhojirda yashayotgan musulmonlarga nisbatan ikki narsa bek muhim. Biri oshlarga nisbatan adil holatda islomning haqiqiy zohirini yashash. Uni meni manda deb qalamga degan gapni chiqarib o'tish kerak. U islom asli o'zi islom go'zal. İslamning axloqi go'zal, amirlari go'zal, chekilgan narsalardan yenish go'zal. Unda bo'ladiki bu anda demo manda demo emas. Islom nimaga buyurgan bo'lsa shu shaklda. Nihoyatda axloqiy jihatdan, muomala jihatdan, ibodat jihatdan, yurish-turish jihatdan o'zining islomiyligini nihoyat yaxshi yashasa, islom uning zulm qilishni, tilga uzatishni, uning haqqini, hattoki ularga hatto bosh qochirishni shariat cheklaydi hatto. Kafir bo'lsa-mu shu yerga qo'l qo'yib kirganlik uchun. Ashuna odil islomning buyrug'i bilan yashasa, cho'qim islomning go'zalligini ularga to'nta oladi. Ikkinchi biri biz musulmon o'zining maydonini aniq bilib olsin deganligi u cho'qim mushrik. O'zi va bolalari uchun tavsiya qilish kerak. Xuddi Ibrohim alayhisolamdan bizga ulgu qolgan edik. Bo'lmasa Alloh bilan aralashib ketib qoladi. Yani meydan meselesi nima desa, ular bilan urf odatidan jiroq turing. Ularning kim qiyofat, ba'zi qoida usullaridan jiroq turing. Musulmonligingizni chin saqlang, shu orqali ularga yaxshiligingizni davomlashtiravering. Ama xuddi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ogohlantirgan, men tashabbaha biqavmin fa huwa minhum. Ular o'qisa, urf odatida o'qisa, Eid bayramlarida o'qisa, kiyim-kechak madaniyatlarida o'qisa, ulardan bo'lib ketadi. Amaliyotda biz nimadan ansirayapmiz? Bolalarimizning shu yerda shulardan bo'lib ketib,
Müslümanlıqını unutup Hristiyan yoki Yahudi bo'lib ketishdan ensirayapmiz. Şeyde yaşayotgan. Buning uchun nima qilmoq? Bolalarga bu yerda ensirash emas, musulmon zodi kim? Kafir kim? Kim bilan do'st bo'lamiz? Kim bilan do'st bo'lmaymiz? Uning bilan bo'lgan do'stligimiz insoniylik. Yoki tijoratchilik, sherikchiligimiz, maktabdagi do'stligimiz ashun bilan qoladi. Haqiqiy do'stlik musulmon bilan bo'ladi. Haqiqiy mehr muhabbat musulmon bilan bo'ladi. Muşu nəsini aydın qılvağa vaqtının özüdə andan biz yuqarıdək xəvfdən aldığını tosub alayımız. Bulağı çiraylıq muamele qilishi var. Amma biz ballarımızga özümüzdən meydanını qılıb etməsək, nurgun yaxşı musulmonlarımız bəzi yerlərə vaqtida özünün meydanını yoxtub atqan. İslami jangovarlığını yoxtub atqan. Xoş. To'g'ri, ularningki ba'zi bir yaxshi adab axloqlik talablari bor. Biz xuddi payg'ambar alayhisalom degan gap, degan hadisga o'xshash al-hikmatu ghallatul mu'min. Hikmat, yaxshilik mo'minning yo'q qilgan narsa. Yuturib qo'ygan. Nada topsaq biz haqliq. Boshlarda bir yaxshi xislat bo'lsa, olsak bo'ladi. Uni ma'nodan oldi emas, bizning. Asli bizning. Biz yo'q deb qo'ygan. Ular bizdan o'rganatdi. Resulullah'ın sahabelerinin ügengen, aşı Rumluklar, Parisliklar, hemmesi muşlardan ügenip kılgan. İslam medeniyeti yükselip ketken. Ola bizden ağan, bizden de. O malanın ki gelemez, bizden de yoxtub koygan tep aldık. Meyli ilim pen olsun, meyli iktidar olsun, meyli ahlaki taraf olsun, kapırdı pütülle ahlaki biz yoxtub gelekemez. Özümüzden hak edip ilişimiz lazım ama Allah'ın düşmeni, Allah'ın dininin düşmeni, o bizninki aqidadagi maydondagi dushmanligimizni unutib qolmasligimiz lozim. Allah razı olsun, ko'p rahmat. Menimcha müşahede oxirlashtirsak. Allah sizdan razı olsun. Hech yilda hamda boshqa o'zimizning orasidagi faqat kofirlar ham emas. Sizlar bu yuqorida so'zlab bo'ldi bir savolim bor aslan. Biz o'xshash millat bo'lsakmi, islomimizdagi Allohga va Rasuliga qarshi chiqish degan gap ularni do'stliqligini ko'maysan degani degan birisi chiqib bayroq ko'tarib men Allohga qarshi yoki Rasulullohga qarshi deb unda uch so'zlaydigan inson nihoyat oz bo'lsa kerak, hatto yo'q desak ham bo'ldi bu bizning millatdan. Ammo lekin har xil ozg'un fikrlarni qo'ydigan yoki o'zi musulmon deb tursin islomdan yiroq yurib islomningki ibodatlari bo'lsin, kiyim-kechaklar bo'lsin buni haqoratlaydigan, buni past ko'radigan bizning millatning ichida masalan sekularizm aqidasiga kirib bütün yapışıp ketken kişilerge nispeten tutulgan muamelemi özümüzün milletinden olsun meydanımız eniq bo'lishi kerak degan narsani biraz yo'ritqanliklar uchun buni ayrim bir savol so'ramadim. Vaqtimiz tugab qolg'achqa buni albatta har bir musulmon o'zimizning diniga ega chiqishimiz, maydonimiz mustahkam holatda kim buni tishlab tortaman deydi ekan, buningga yon ko'z bilan qaraydi ekan, onun dekkisini her sorunda verişimiz gereken. Sen kim o sen? 1000 yıldan artık zamandan bu yan bu İslam bilen yaşadık biz ve kıyametkiçe Allah bu dinden ayrılmasın deb bu meydanımız uçuk buluşu gerek elbette. Allah subhanahu ve taala ömür verse etiki programımızı görüşükçe aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi taala ve berekatuhu. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء